Assalomu alaykum. Biz bundan oldingi videomizda GMAT va GRE imtihonlari, ulardagi savollar turlari, savollar bo'limlari va sertifikat olishimiz uchun kerak bo'ladigan ballar haqida ma'lumot bergan edik. Aynan o'sha videoda GMAT imtihonini Quantitative Reasoning bo'limi haqida ham ma'lumot bergan edik. Demak, Quantitative Reasoning bo'limidagi question type, ya'ni savol turlariga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, bizda ikkita savol turi bor ekan, demak, problem solving turi bor ekan va data sufficiency turi bor ekan. Problem solving so'zini iborasini o'zbek tilida tarjimasi o'sha muammoni hal qilish, masalani yechish deb tarjima qilinadi. Problem solving bu qisqacha aytadigan bo'lsak, o'zimiz ishlaydigan abituriyentskiy kitoblarda foydalanadigan masalalarni inglizcha variant tarjima qilamiz, o'zimiz bilgan usullardan foydalanib ishlab ketamiz. O'tgan videoda aytgandek, GMAT imtihoni asosan iqtisodiy yo'nalishlarga, shu magistratura uchun foydalaniladi chet davlatlarda. Xo'p, shunday ekan, bu yoqda problem solving turidagi masalalarimiz asosan matnli masalalar bo'ladigan bo'lsa, matnli masalalarimiz iqtisodiyotga doir, foizlarga doir, o'sish, kamayish va ehtimolliklarga doir masalalar. Sonli savollarimiz bo'lsa, mana bu ifodali, ular nisbatan kamroq va mana shu o'rta qiymatlarga bog'liq savollar ko'proq bo'ladi. Sodda geometriyaga doir misollar bo'ladi. O'sha yuzalarni topish unchalik ham murakkab bo'lmagan savollar bo'ladi. Bu yoqda demak, mana shu savol, mana GMAT imtihoniga misol. Bu mana shu tartibda beriladi savolimiz. Bu yoqda biz o'zimiz o'zbekchasini yozdik. Agar 5 ta mana shu sonlarning o'rtachasi 8 bo'lsa, ning qiymatini toping. Bu yoqda ko'rib turibsizlar, demak, savolimizni tushunib tarjima qilib olishimiz uchun o'sha matematik terminlar va bazaviy ingliz tili bizlar uchun kerak bo'ladi. Demak, problem solving bu o'zimiz bilgan, o'zimiz ishlagan masalalar. Ikkinchi turiga o'tamiz, data sufficiency turiga. Demak, data sufficiency turidagi savol qanaqa bo'ladi? Data sufficiency so'zi ma'lumotning qanoatlantirishi yoki bo'lmasa ma'lumotning yetarliligi deb tarjima qilinadi. Ya'ni bu yoqda shunaqa bo'ladiki, bizga masala sharti qisman chalaroq holatda, to'liq emas holatda beriladi. Va quyida ikkita tasdiq beriladi. Masala sharti va uni quyisida ikkita tasdiq. Muammo shundaki, biz masalani yechishimiz kerak emas. Biz quyidagi tasdiqlarning qaysi birini shartiga qo'shganimizda o'sha masala yechib bo'linadi, yechsa bo'ladigan masalaga aylanadi. Shuni topishimiz kerak. Bu variantlarimiz ham shunga ko'ra boshqacha bo'ladi. Masalan, qaysidir savolda birinchi tasdiqni o'zini masala shartiga qo'yganimizda so'ralgan savolga javob topish mumkin bo'ladi. Mana shunda aytamiz, birinchi tasdiqni o'zi yetarli. Masalan, ikkinchisi ham yetarli bo'lsa yoki yetarli bo'lmasa, mana bu javob variantlarini tanlab olaveramiz. Kelinglar, demak, bu yoqda hozir o'zbek tilidagi o'sha data sufficiency savolini o'zbekcha varianti bor. Shuni kelinglar birgalikda ishlab ko'ramiz. Aytyaptiki, olmaning bir qutisi $15, nokning bir qutisi $18 sotildi. O'tgan hafta qancha quti olma sotilgan? Xo'p, ko'ryapsizlar, bu yoqda bergan shartdan foydalanib mana bu masalani yechishni iloji yo'q. Ya'ni ma'lumotlar yetarli emas. Xo'p, birinchi tasdiqni olamiz. O'tgan hafta sotilgan nok qutilar sonining 2 martasidan 20 ta ko'p olma quti sotilgan. Aytaylik, bizaga nok qutilarini soni n bo'ladigan bo'lsa, olma qutilarimiz ana shunda 2 martasidan 20 ta ko'p, ya'ni olma ko'proq ekan. Endi biz nimani bilamiz? Demak, necha quti nok sotilgan bo'lsa, qanchadir quti olma sotilganini bilamiz va narxlarini bilamiz. Xo'p, mana bu berilgan ma'lumotdan foydalanib savolga javob berish mumkinmi desak, mumkin emas. Mana shu holatda demak, bizga birinchi tasdig'imiz yetarli emas. Buni chornavigimizga o'zimiz uchun belgilab qo'yamiz. Demak, bu yetarli emas.
Xo'p, endi e'tibor berasizlar. Birinchi tasdiqni yo'q deb qaraymizda faqat ikkinchi tasdiqni masalan shartiga olib borib qo'yamiz. Mana shunga e'tibor beringlar. Demak, ikkinchi tasdiqni o'zini masalan shartiga olib borib qo'yadigan bo'lsak, bu yoqda aytyaptiki, umumiy daromad 38.700 dollar. Umumiy daromadni bilamiz, bir qutisi necha pulligini bilamiz. Xo'p. Demak, yaxshilab e'tibor bersak, bu ikkalasidan ham mana bu savolga javob topish mumkin emas. Javob topishning imkoni yo'q. Xo'p, ikkinchi tasdiq ham biz uchun yetarli bo'lmadi. Ana endi struktura shunaqaki, ikkalasini birga qaraymiz. Ikkalasini bitta jumla sifatida qaraymiz. Ya'ni mana shuncha sotilgan va umumiy daromad mana shuncha bo'lgan. Xo'p, ana shunda bizga nima bo'ladi? Olmani bir qutisi 15 dollardan bo'ladigan bo'lsa, 15 ni biz ko'paytirishimiz kerak. 2 plus 20 ga. Plus, xo'p, 18 dollardan nok sotilyapti qutisi. Ana shunda bu bizga bo'ladi 38.700 dollar. Mana bu yoqdan biz demak, bemalol n ni topib, mana bu qiymatni topib, necha quti olma sotilgan degan savolga javob berishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, ikkalasi birga qaralganda demak masalani yechsa bo'lar ekan. Xo'p, ikkala tasdiq birgalikda yetarli degan variantni tanlaymiz. A variantimiz bo'lmaydi, B variantimiz bo'lmaydi. Xo'p, C variantimizga qaraymiz. Birinchi va ikkinchi tasdiqlar yolg'iz o'zlari alohida qanoatlantirmaydi. Mana ikkalasi birga qaralsa qanoatlantiradi. Demak, bizda data sufficiencyga doir mana shu savolning javobi C javob bo'lar ekan. Keyin yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Mana bu yoqda 38,700 yozilgan. Demak, GMAT va GRE imtihoni savollarida vergul bu mingliklarni ajratuvchi belgi hisoblanadi. Biz buni butun bilan adashtirmasligimiz kerak. Butun yozmoqchi bo'lsak, masalan 2,75 yozmoqchi bo'lsak, uni nuqtacha bilan yozamiz. Vergul esa o'sha har minglik xonada ajratuvchi belgi sifatida foydalaniladi. Masalan, 1,276,344 mana shu shaklda keltiriladi. Xo'p, kelinglar yana ham tushunarli bo'lish uchun data sufficiencyga doir yana bitta o'zbek tilidagi masalani qarab ko'ramiz. Xo'p, bu yoqda aytilyaptiki, agar ishchi o'tgan oyda topgan pulidan 600 dollar saqlab qo'ygan bo'lsa, o'tgan oy qancha pul topgan? Mana ko'ryapsizlar, masalani ishlab javobini topish mumkin emas. Xo'p, birinchi tasdiqni qaraydigan bo'lsak, ishchi topgan pulini yarmini ijara haqiga to'lab, qolganining 1/3 qismini saqlab qo'ygan. Xo'p, mana buni shartga qo'shib endi ishlaymiz. Demak, jami topgan puli x deydigan bo'lsak, uni yarmini ijaraga to'lagan, yarmini saqlab o'sha o'zida qolyapti. O'sha qolgan yarmini 1/3 qismini saqlab qo'yapti ekan. Mana buning 1/3 qismini saqlab qo'yapti ekan va demak, saqlab qo'ygan puli 600 dollar ekan. Ana shunda biz x ni topadigan bo'lsak, x teng 3600 dollar bo'ladi. Ya'ni ishchini topgan puli. Ko'ryapsizlar, mana shu tasdiqni o'zini masala shartiga qo'yganimizda masalani yechishda imkoni bo'layapti. Demak, bu tasdiq biz uchun yetarli. O'zimiz tushungan biror belgini qo'yib qo'yamiz yoki masalan dumaloqchaga olib qo'yishimiz ham mumkin. Xo'sh, ikkinchi tasdiqda endi o'zini alohida qo'yib ko'ramiz. Ana shu joyiga e'tiborli bo'lasizlar. Ikkinchi tasdiqda o'zini olib borib qo'yganimizda, demak, xo'sh, bizda mana bu shart bor va ikkinchi tasdiq bor. Ishchi o'tgan oy saqlagan pulidan 2 barobaricha ko'p soliq to'lagan. Endi biz uni, xo'sh, solig'ini topadigan bo'lsak, solig'i 1200 dollar soliq to'lagan. Lekin uni boshqa xarajatlari yo'qmi? Ya'ni biz uni hamma xarajatlarini topib, summasini, yig'indisini olib qo'yish degan fikr umuman yo'q. Ya'ni mana bu topilgan soliq bizga hech qanaqa mana bu qancha pul topgan degan savolga javob topishimiz uchun yordam bermaydi. Demak, ikkinchi tasdiqda o'zi qaralganida bu yetarli emas. Endi variantlarga qaraymiz. A variantga qaraydigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, mana birinchi tasdiqni o'zi qanoatlantiradi, ikkinchi tasdiqni o'zi qanoatlantirmaydi degan variant. Demak, ana shu variant
biz uchun to'g'ri variant bo'ladi. Xo'p, endi jimatda ingliz tilida bo'lsa data sufficiency savoli qanaqa bo'ladi? Mana ko'ryapsizlar, ingliz tilida berilgan. Xo'sh, savolni tarjima qilamiz. What is nimaga teng? Xo'sh, the area yuzasi rectangular demak, to'g'ri to'rtburchak maydon. R to'g'ri to'rtburchak maydonning yuzasi nimaga teng? Xo'sh, birinchi tasdiq aytyaptiki, har bir diagonalining uzunligi, R ning har bir diagonalining uzunligi 5 deyapti. Xo'p, qaranglar, endi bitta to'rtburchak bor. To'rtburchak bor. Uni diagonali bor. Bu kvadrat emas. Diagonali bor. Diagonali uzunligi 5. Xo'p, mana shundan foydalanib, uni yuzasini topish mumkinmi degan savol keladi. Umuman olganda mumkin, lekin har safar har xilcha chiqib qoladi. Masalan, mana bu yoq 3, 4 deb oladigan bo'lsak, bu boshqacha chiqib qoladi yuzasi. Agar mana buni aytaylik, xo'p, 25 bo'lsa, ildizosti 13 va ildizosti 12 tarzida oladigan bo'lsa, ikkita tomon, buni yuzasi boshqacha chiqib qoladi. Ya'ni yuzasi har xil chiqib qoladi. Bu degani, bu tasdiq biz uchun yetarli emas. O'zi fikrda bemalol aytsak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi tasdiqni o'zini qaraymiz. Xo'sh, perimeter of R 14. Uni perimetrini bilamiz biz. Perimetrini bilamiz. Yuzasini topishimiz kerak. Perimetrini bilamiz degani tomonlarini topa olamiz degani emas. Demak, yuzini ham topa olmaymiz. Ikkinchi tasdig'imiz ham shunda bizga yetarli emas. Ikkalasi ham yetarli emas bo'lsa, ikkalasi birga qaraladi. Mana bu misolimizda bittasi yetarli bo'lib, bittasi yetarli emas bo'luvdi. Bularni birgalikda qaramadik. Demak, mana shunaqa bittasi bo'lib, bittasi bo'lmaydigan holat bo'lsa, ikkalasi birga qaralmaydi. Ikkalasi ham qanoatlantirmagan taqdirda ikkalasi birga qaraladi. Ikkalasini birga qaraydigan bo'lsak, perimetri 14 va diagonali 5 deyapti. Biz diagonalni bilamiz. A kvadrat plus B kvadrat D kvadrat teng. Xo'sh, perimetrni bilamiz. Perimetrdan foydalanib topadigan bo'lsak, A plus B teng. Xo'p, bizga P taqsim 2 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Ana shunda, demak, A kvadrat plus B kvadrat teng bizga 25. Xo'p, A plus B teng bo'ladi 7. Xo'p, mana buni ikkita tarafini kvadratga ko'tarib, A kvadrat plus B kvadrat plus 2AB teng 49 shaklda yozamiz. Xo'p, bu yoqdan demak, mana bu D kvadrat plus 2S bo'ladi bizga 49. Demak, 2S teng 25, bu yoqqa ayrilish bo'lib o'tganda 24. S teng bizga ana shunda 12. Bizdan aslida bu yoqda S necha deb so'ramayapti. To'g'ri, S necha deb so'rayapti-yu, S ni necha chiqarganimiz unchalik muhim emas. Muhimi mana bu tasdiqlanib o'sha masalaga tushishi. Demak, biz S ni topdik, ikkalasini birgalikda qarab, ana shunda bizga e'tibor beringlar, qaysi variant bo'ladi. Bu birinchi va ikkinchi tasdiqlar yolg'iz o'zlari alohida qanoatlantirmaydi. Ikkalasi birga qaralsa qanoatlantiradi. Xo'p. Bu bizga demak C variant bo'lar ekan. Ikkalasi birgalik alohida qaralganda demak qanoatlantirmaydi, lekin birga qaralsa qanoatlantiradi. C variantni belgilaymiz. Xuddi shu tartibda mana shu ikkita turdagi savollar bo'ladi. Ikkalasi ham ingliz tilida. Xo'p, bu demak problem solving. O'zimiz bilgan usullardan foydalanib ishlaymiz. Va data sufficiency. Bu yoqda demak ozgina fikrlash va o'sha o'zimiz bilgan matematik usullar. Darslarimizni kuzatib boringlar. Imkon qadar foydali ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat.